intervyu bermasangiz ishdan haydab yuboramiz degan sizni. Qanday o'tirib gaplashamiz? Nima deyishim kerak hozir? Assalomu alaykum. Bugun Ashdoston kompaniyasi arxitektor va dizaynerdan intervyu olamiz. Islom aka, o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Islom. Arxitektura va qurilish universitetini tamomlaganman. Hozirda Ashdoston kompaniyasida arxitektor va dizayner bo'lib faoliyat olib boraman. Islom aka, sizda qisqacha savollarimiz bor. Siz arxitekturaga o'qish kelganingizda Ashdoston kompaniyamizda ishlayman deb o'ylaganmisiz? Ishlayman deb o'ylamaganman. Chunki universitetimga AutoCAD va 3D Max dasturlarida ishlab bilish kerak bo'lgan. Shu maqsadda arxitekturaga kelib, shu kurslarda o'qiganman. Lekin ishlayman deb o'ylamaganman. Arxitekturaga o'qishga kelganingizda sizda qanaqadir tajriba bo'lganmi? Oldin tajribam bo'lmagan. Chunki bu dasturlarni birinchi marta ko'rganman va endi o'rganishni boshlayotgan paytlarim bo'lganda, YouTube'dan bir ikkita darsni ko'rib ko'rganman, lekin baribir o'rgana olmaganman. Shuning uchun tajriba yo'q. Tajriba bo'lmagan. O'qish davomida eng qiyin bo'lgan narsa nima? O'qish davomida qiyinchilik ko'rmaganman, chunki qanaqadir savollarim bo'lsa ham ustozlar shu yerda bo'lgan, o'zlaridan borib maslahatga so'rab, bemalol savollarimga yechim olganman. O'zim uchun eng qiyin narsa bu shu vaqtni to'g'ri taqsimlash bo'lgan. Boshqa joyda qiyinchilik ko'rmaganman. O'qishni davom ettirgingiz kelmagan paytlar bo'lganmi? Menimcha bu fikr ko'plarda bo'ladi. Qachonki bo'ladi, shu kurs davomida qanaqadir qiyinchilikka uchrasa yoki biron bir qilayotgan ish o'xshamay qolsa, qayta qilsa ham o'xshamasa, bu fikr kelishi mumkin. Menda ham bir ikki marta bo'lgan, yo'q demayman. Lekin shunda ham ustozlardan maslahat so'rab, savollarimga yechim olganim hisobiga ham tashlab ketish maqsadni chetga surib qo'yganman. Chunki maqsadim shu kursni bitirish, shu kursdan natija olish bo'lgan. Shu natija olishga harakat qilganman, ildan qadam bilan oxirigacha borganman. Birinchi marta mustaqil qilgan loyihangizni eslaysizmi? Eslayman, universitetda o'sha kurs ishini qilganman, o'sha birinchi loyihani deb ayta olaman. O'sha paytdagi tajribangiz bilan hozirgi tajribangiz? O'sha paytdagi tajriba bilanmi? Aytadigan bo'lsam, Maxda oddiy boks ko'tarish bilan unga teksturalar, yorug'liklar, keyin ekiladigan landshaftlar, ishlanadigan ishlari bilan taqqoslanadigan bo'lsa, osmon bilan yerchalik farqi bor. Arxitekturaga o'quv markazimizni boshqa o'quv markazlardan farqi nimada deb o'ylaysiz? Farqini aytadigan bo'lsam, oldin 3D Max kursida bu yoqdan oldin boshqa kursda o'qib ko'rganman, lekin o'zim kutgandek natija, o'zim kutgandek ustozning tajribasini ko'rmaganman. YouTube'da ham bir ikkita darslar ko'rganman. Unda ham bunaqa yaxshi o'rgatilmagan yoki oxirigacha yetib bormaganda. Bu yerga kelganimda, bu kursni o'qiganimda, 3D Max kursini o'qiganimda o'zim kutgan darajada, o'zim kutgan sifatda olganman. Ustozlar bilan bemalol muloqot bo'lgan, ustozlar bemalol tajribasini bizga berishgan. Farq o'shanda deb bilaman. Hozir sizni ko'rib, men ham arxitektor bo'lmoqchiman, o'qimoqchiman, lekin o'rgana olarmikinman degan odamlarga qanaqa javob bergan bo'larsiz? O'ylab o'tirish shart emas, kelish kerak, o'qish kerak, harakat qilib ko'rish kerak, o'zini sinab ko'rish kerak. Balki eplab keta olar. Eplab keta olmasa, qancha qilib ko'rgan bo'ladi. Afsuslanib o'tirgan bo'lmaydi. Qilsam bo'larkan, o'sha paytda qilib ko'rsam bo'larkan deb o'ylab o'tirganda, kelish kerak, o'zini sinab ko'rish kerak hamma narsada. Arxitekturaga olgan bilimlaringiz hozirgi ish faoliyatingizda sizga yordam beryaptimi? Albatta yordam beryapti, chunki kurs davomida biz real proyektlar bilan ishlashni o'rganganmiz va tajribali ustozlarning bilimini olganmiz. Shu ish jarayonida ancha foyda beryapti va shunda ham to'xtab qolish niyati yo'q. O'rganyapmiz, izlayapmiz, tajribamizni orttirib boramiz, chunki baribir hech kim bittada arxitektor bo'lib qolmaydi. Izlanishlar, o'rganishlar va maqsadlar qo'yilganlik natijasida shu darajaga chiqiladi. Agar bugungi tajribangiz bilan arxitekturaga birinchi marta kelganingizda o'zingizga bitta gap aytish imkoniyati bo'lganda, o'zingizga nima degan bo'lardingiz? To'xtab qolma, o'rganishni davom et. Arxitekturaga jamoasi sen bilan degan bo'lardim. Rahmat Islom aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Agar siz ham arxitekturaga o'qimoqchi bo'lsangiz yoki o'qish bo'yicha qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz.